Üç padişahlıkta Huaishong'ni Guanyu öldürgenmi yoki Sunjian öldürgenmi? Yaxşımısızlar dostlar? Bunda olsa üç padişahlıkni yana davamlı başlap ketdik. Endi oldingi filmde biz nima so'zlagan to'xta vaqtda 18 gram qo'shinniki tunji g'alabasi to'g'riliq so'zlagan to'q. Ya'ni Sunjianninki Xulaoganga hujum qilganlik to'g'riliq so'zlagan. Endi bu Huaishong Sunjianni mag'lub qilib qaytirib o'tgandan keyin Sunjian qochib ketdi. Albatta buningki amroq sanoqlardan birisi ketib qoldi. Buning bilan buningga zarb bo'ldi. Sunjianningki nihoyat ochiq keldi. Chunki bu 4 sanoqning hamda Sunjianningki cho'ng sanoqlari nihoyat muhim odamlar deyish bo'ldi. Bularning ichidagi birisi, ya'ni Zumo sanoqning Huaishongning qo'lida o'lib ketib qoldi. Shuning bilan Sunjian qochib qo'shinlarni yig'ib qayta radga silib olgandan keyin ochiq kelib Huaishongni cho'qim yo'qotmay bo'lmaydi. Cho'qim buni o'ldirib qisos olaman deydigan bir niyat keldi. Shuning bilan bir kun tong otdi. Shu kuni tushdan keyin bu yana qo'shinni radga silib yig'ib Xulaoganninki sepil og'ziga kelib shu Huaishongga jang e'lon qildi. Endi Huaishong albatta Sunjianni mag'lub qilib bo'lgandan keyin sepilning ichiga kirib bo'lgan. Endi Sunjianning kelganligini ko'rib Huaishongmi maydonga chiqdi. Hem bular ikisi o'zaro tutuşup qoldi. Chunki Huaishong bir palvon endi. Sunjianmi bir palvonda shuni yakma-yak tutish jarayonida hamda Sunjianninki mahorati ham palvonligi nochi bo'lg'achqa bu Huaishongni shu sepilning oldida o'tirib tashlaydi. O'tirayotgandan keyin shuning bilan o'rnining lashkarlari cho'chib ketdi. O'zininki kuchli palvoni o'lib ketdi-da. Baş sanoğunu ölüp ketkendan keyin bularni boshqaradigan odam yo'q. Bular iyi bo'lgan odam bo'lmagandan keyin bular qo'rqib sepilning eshigini ching etib olib bu yerda turib oldi. Shuning bilan Sunjian keyindilla bu Xulaoganga bu jangni to'xtatmay hujum qilishga boshladi. To'xtamay hujum qilib sepilni olmoqchi bo'ldi. Ham bu xabar keyindan Dongzhouninki qo'liga yetdi. Dongzhouninki qo'liga yetgandan keyin bu cho'chib ketdi. Meningki shundoq nochi sanoqimni palvonimni o'ltirib o'tibdi. Bu Sunjian bo'sh narsa emas ekan juma. Buning nomi bekorga chiqmabdi degan keldi. Endi mishada do'stlar, nurg'unlaringlar so'rashinglar mumkin. Huaishongni Guanyu o'ldirmaganmi? Sunjian o'ldirgan bo'lgan. Menmi burun kinoni ko'rgan vaqtimda haqiqatan Guanyu o'ldirgan o'xshaydi deb ko'rgandim. Haqiqatan 3 padishahning kitobida ham ishlangan kinoda Huaishongni Guanyu o'ldirdi. Ammo 3 padishahlikniki tarixida, ya'ni nurg'un materiallarni ko'rsanglar his qilsanglar, amaliyotda Huaishongni Sunjianninki o'ldirib o'tganligi to'g'riliq isbotlar bor bu yerda. Endi biz buni nimaga qarab bilamiz degan vaqtda, birinchisi Dongzhou nimishqi Sunjianga o'sh. Guanyu Liu Beidan o'sh emas. Her qandaq odam o'ziga ziyon solgan odamga o'sh bo'ladi. Guanyu agar Huaishongni o'ldirib o'tgan bo'lsa, Dongzhou Sunjianga o'sh olmay, Liu Bei Guanyu deganlar o'sh bo'ladi. Ular bilan kari yo'q Dongzhou'niki. Sunjianga bak o'sh. Sunjianni to'xtamay tillaydi. Uning yana bir gap bor. Yana shu bütün iqlimni birlik keltirishda 4 odamni yo'qotmay turib birlik keltirgili olmaydi deydi. Bu 4 odam kim degan vaqtda birinchisi Yuan Shao. Amaliy kuchi zo'r shu vaqtda. Ikkinchisi Yuan Shu. Uning amaliy kuchi zo'r. Uchinchisi Jingzhou'ni saqlayotgan Liu Biao. Albatta buninki amaliy kuchi zo'r. To'rtinchisiga bu Sunjianni tizildi. Sao emas, Liu Bei'larni emas, Sunjianni tizildi. Nimishqa? Chunki buninki jang qilishga nihoyat moyilligi, yurigining ajoyib cho'ngligi, ya'ni bilganligi uchun Huaishongdek bir sarkardasini o'ldirib o'tganligi uchun dal shunday bir gapni qiladi. Bu Yuan Shao bilan Liu Biao birlashib Sunjianni qasdlab o'tgan vaqtda Dongzhou nihoyat qo'shib ketdi. Meningki eng kuchli dushmanim o'lib ketibdi. Endi men qo'rqmasam bo'ldi deb. Sunjiandan asli urkib ketgan deyishga bo'ladi mana Dongzhou. Shunga bu yerdagi nima demoqchi degan vaqtda agar Sunjian ashundaq bir zarbalarni Dongzhou bermagan bo'lsa, unchalik bir eski deb u Dongzhou uninki yomon gapini qilmagan. Uninki o'lishni anchalik arzu qilib ketmagan bo'ladi. Masalan, Liu Bei Guanyu'larninki Dongzhou bilan bo'lgan munosabati yoki ularning o'chmanligi to'g'ri hech qanday kinoda uchurlam chiqmaydi. Biz shu ahvollarga qarab turibmi
bunun baha bəsək pul deyin. Şuna bu yerdeki Süncen'nin ki Huaxiong'ni öldürüşünü şu xil halatda düşensek buldu demek. Hem Huaxiong öldü. Ölgenden keyin Dongzhou çöçüydü. Çöçügenden keyin hem de bu Liu Bu nevetidir. Liu Bu hem de bununki en noç serkerdisi de. Amal yok bu nevetmesi. Evet kendinden keyin bu Liu Bu kəgiç boğa ahvalasında bu Süncen asepilini bozup bunu kirkitay dep qalğan vaqt. Nəhayətdə bək qattiq jang qilayotganda. Endi bu yerdeki Süncen'ninki jang qilayotganiga uda necha kun bo'lgan. To'xtamasdan jang qilayotgandan keyin buning qo'shinlari charchab, o'zimi charchab bo'lib ketgan, hatto ochliq yetishmaydigan holat kelib qolgan. Endi buning keyindagi himoyachi qo'shin, ya'ni boshqa tarafning qo'shinlari yana o'xshash bu asepilni ap bo'lsa, andan keyin biz ash qo'vqdan kirmaymiz. Qulavganga deb yiroq turib olganda. Eng muhim yeri nima desa, açlıq təminləşki məsul bo'lgan Yuanshu, yəni aqsabki məsul qilib qo'ydi Yuanshu. Açlıqni vaqt-vaqtda Sunjan ta'minlab bermaydi. Shuning bilan Liu Bu birlik keladi, Sunjan bilan jang qildi, Sunjanni mag'lub qiladi. Nurg'un qo'shini buniki zarbaga uchrab, keyindan 18 taraf qo'shininki bayaga, ya'ni ular yig'ilgan shu to'plashqa o'ringa qochib ketdi. Shu jangda Sunjan xili cho'ng zarba yedi. Birinchisi Sunjan bak ishkirlab kirib ketgan dushmanninki bargohiga. Ikkinchisi keyindan urush qilaverib bak charchab ketgan bular. Ochliq yetishmagan. Uchinchisi Liu Buning o'zimi nihoyat kuchli sanalgan bo'lg'achqa bu Sunjanni mag'lub qildi, qo'lawganni qaytadan tortib oldi. Demak, bu yerdagi Sunjanninki palvonligi nihoyat kuchli bo'lsa-mu, ammo bu shu nom qozonishga, ya'ni shu töhbi atishga bak kuchab ketganligi uchun bu yerda mag'lub bo'lib qoldi. Unda qolsa do'stlar, shu Sunjan bilan Huaxiong'ninki hikoyasini shunchalik so'zlab turlar. Endi keyingi mazmunda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda shu Liu Guanzhang uchaylanninki Liu Bu bilan elishish hikoyasini so'zlaymiz. Unda qolsa do'stlar, film yaragan bo'lsa astidagi inkaslarga alt raqamlarni guldan berib qo'yinglar, yurakdan berib qo'yinglar. Bu filmni saqlab olib, do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar.